Spark avtomobili nasib qildi. Muborak bo'lsin aka. Eng zo'r yaxshi nima bo'ldi? Erta 23 dadam tug'ilgan kun edi. Tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, xudo xolasa. Samarqand, Samarqandcha oshlarni bosar ekanmiz-da endi. Xudo xolasa dadajonni tabriklab qo'yasiz. Rahmat aka. Assalomu alaykum og'aynilar. Mana bugun meni o'g'lim Rossiyada turib Sherzod Chesni o'yinida o'ynagan ekan, 10 ta biletlar olgan. Menga mana shu o'g'limga Spark sohibi bo'ldi. Mana bugun menga o Sparkni hadya qilyapti o'g'lim. Sherzod Chesni bolalari mana menga topshiryapti. O'ynangizlar, Sherzod Chesni o'yin ekan. Hammaga mana shunday mashinalar nasib etsin. Sizlarning xonadonlaringizda mana shunday fayzli mashinalar topshirib, bayramlari bo'lsin. Hammalaringizga mana shunday omadlar bo'lsin. O'ynangizlar. Meni guvohligida men bojalarimni qabul qilib olyapman mashinada. Meni ko'rmasalar, men eshitdingizlar bojalarimdan. Boja gapiring. Mana biz mashina olishga keldik. Biz Samarqand viloyati Qo'shirvot tumanidanmiz. Meni jiyan mashina yutgan ekan. Meni qabul qilib olyapti bojam. Chesni o'yin ekan. Ha, bu haqiqatda muzik bolalar ekan meni. Mashinani meni berdi. Ha, shu hammani omadini bersin. Rahmat hammalaringizga. Sizlarga mashina kundan nasib etsin. Rahmat senga Sherzod. Zo'r ekan. Umiding bor, omading bersin. Zo'r ekan, hamma o'ynasin. Haqiqiy. Haqiqiy qiyin.